Mirodil Jalolov xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan O'zbekiston biznes tarixidagi eng muhim va ko'p muhokama qilingan shaxslardan biridir. U 2000-yillar boshida Shveysariyada ro'yxatdan o'tgan Zeramax kompaniyasining rahbari bo'lib, qisqa vaqt ichida neft, gaz, qurilish, tekstil, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda yirik loyihalarni amalga oshirdi. Zeramax o'z cho'qqisida taxminan 4,5 milliard dollarlik aktivlarga ega bo'lib, o'sha davrda O'zbekistonning eng yirik konglomeratlaridan biriga aylangan. Kompaniyaning qarzdorligi esa 500 million dollar atrofida bo'lgani aytiladi. Bu mablag'lar yordamida stadionlar, forumlar saroylari, ishlab chiqarish majmualari qurildi. Jizzax va Sirdaryoda 18 ming gektar yer klaster tizimiga kiritilib, paxta va don yetishtirish loyihalari yo'lga qo'yildi. Biroq 2010-yilda hukumat kompaniya faoliyatini to'xtatdi. Aktivlar davlat nazoratiga o'tkazildi va bank hisoblari muzlatildi. Shu davrda Jalolovga nisbatan iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ayblovlar qo'yildi va u bir necha yil qamoqda saqlandi. Keyinchalik sud jarayonlari yakunlanib, zararlari qoplangandan so'ng u ozod qilindi. Mirodil Jalolov keyingi yillarda ham biznesdan chekinmadi. U Epsilon gaz kompaniyasi bilan bog'lanib, mamlakat gaz ishlab chiqarishining taxminan 3% shu kompaniyaga to'g'ri kelishini ta'kidladi. Bu uni yana energetika sohasidagi muhim o'yinchilardan biriga aylantirdi. Uning hikoyasi ko'pchilik uchun biznesdagi yuksalish, keskin sinovlar va qayta tiklanishning yorqin namunasi bo'lib qolmoqda.